Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar. Akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda qo'lgan kelgancha har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Akalar, agarda sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat reklama xizmati deb qo'yilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki Telegram, WhatsApp orqali bemalol aloqaga chiqsangiz, biz orqali o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Akalar, videomizni qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnika nomini yozib qoldiring. Men esa ushbu dasturimni boshladim. Birinchi sotiladigan texnikamiz akalar mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Texnikamizning holati so'z holatda narxi esa 38 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Texnikamizning yana kelishadigan joyi bor. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun akamizga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ushbu texnikamizning hamma yeri so'z holatda ishlab turgan texnika, bemalol sotib olib haydasangiz bo'ladi. Ushbu texnikamiz esa Qashqadaryo viloyatida qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlar ekranda, marhamat qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan TTZ LS100 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning holati a'lo darajada, motorlari yangi qilingan, hech qanday kamchiligi yo'q deb aytib o'tishmoqdalar. Yurib turgan texnika. Texnikamiz antifrizda yangi akkumulyator qo'yilgan, korobkalar zo'r holatda, hech qanday kamchiligi ishlari yo'q, faqatgina sotib olib haydash kerak. Texnikamiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu traktorimiz esa Namangan viloyati Uch tumanida ekan, narxini esa $11,000 deyishmoqda. Yana kelishadigan joyi bor, qo'shimcha holatda esa plugi ham qo'shib beriladi. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan Zubr nomli mini traktorimiz sotuvga qo'yilgan akalar. Ushbu texnikamiz 2023-yilda sotib olingan deb aytib o'tishmoqda. Texnikamiz hali yangi holatda turibdi. Narxi esa 25 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlar uchun bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Texnikamiz hali yangi holatda, bilasiz, hech qanday kamchilik va rasxotli joylari bo'lmaydi yangi texnikani. Texnikamizga qolgan ma'lumotlar uchun ikkita raqamlarni qoldirganmiz. Xohlaganingizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Agarda sizlarga bundan ham zo'r texnikalar kerak bo'lsa, kommentariyada Telegram kanalimizni qoldirganmiz. Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerda ham zo'r sotiladigan texnikalarni tashlab boramiz, bemalol kuzatib borishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz sotuvga qo'yilgan TTZ traktorimiz sotiladi. Zavodskoy holatda ochilmagan hech qayer deb aytib o'tishmoqda. Traktorimiz 2017-yilda ishlab chiqarilgan. 3800 motochasi ishlagan ekan. Texnikamiz Samarqand viloyati Oqdaryo tumanida ekan. Komplekt holatda sotiladi. Komplektida esa kultivatsiyasi bilan o'zida turgan agregat qo'shib beriladi akalar. Narxi esa 130 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Samarqandda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ-80 traktorimiz srochni sotiladi akalar. Texnikamizning holati a'lo darajada akalar, hamma yeri remont qilib tayyor qilib qo'yilgan, faqatgina sotib olib haydash kerak. Dokumentlardan ham muammo yo'q. Texnikamizning holati ideal darajada, sotib olasiz va haydaysiz akalar. Narxi esa 45 million so'm. Umuman kamchiligi yo'q texnika. Texnikamizning manzili esa Andijonda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizning telefon raqamlarini ekranda qoldirganmiz. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida videomizga bir dona like tugmasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ertangi dasturlarimiz ham o'tkazib yubormay ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa T25 traktorimiz sotiladi. Texnikamiz tilishkasi bilan birga qo'shib sotuvga qo'yilgan. Ushbu traktorimiz esa 1986-yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Holati yaxshi holatda, minishga tayyor holatda qilingan, faqatgina sotib olib haydash kerak. Bemalol olib ishga tushirsangiz bo'ladi texnikamizni. Narxi esa 45 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Eslatib o'tamiz, ushbu texnikamiz teleshkasi bilan birga 45 million so'm. Manzil Samarqandda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agarda sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, sota olmay yurgan bo'lsangiz, marhamat bu videoni boshida reklama xizmati deb o'zimiz raqamlarimiz qo'yganmiz. Bizga Telegram yoki WhatsApp orqali aloqaga chiqsangiz, o'z texnikangizni YouTube va boshqa tarmoqlarda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, motorlari moy yemaydi deb aytib o'tishmoqdalar. Korobka zadniy moslari polni remontdan chiqqan, vomlari ishlaydi, rullari gidravlika. Texnikamiz Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida ekan. Narxi 70 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Keyingi sotiladigan texnikamiz esa Belarus MTZ 80X traktori so'rab yurgan akalarimiz uchun mana shu ekranda ko'rib turgan 80X traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz gidravlika deb aytib o'tmoqchilar. Rullari 100% gidravlika, hamma joyi ishlaydi. Texnikamizning hammasi soz holatda, golovka nasoslari ham yangi qo'yilgan, vypiskalari yangi. Texnikamizni bekorchilar qo'ng'iroq qilmasin deb aytib o'tmoqchilar. Faqatgina agarda oladigan maqsadingiz bo'lsa, bemalol akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham sizlarga tushuntirib beradilar. Ushbu traktorimiz ham Samarqand viloyatida qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz mana shu ekranda ko'rib turgan T28 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamizning ham holati yaxshi holatda, bemalol sotib olib ishlatsangiz bo'ladi. Texnikamizning teleskasi ham bor deb aytib o'tmoqchilar, marhamat. Bemalol rasmlarni ko'rsangiz bo'ladi. Komplekt holatda, narxi 25 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Komplektida esa nimalar borligini bilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib beradilar. Ushbu traktorimiz esa Toshkentda turibdi. Bemalol borib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirib ko'rib sotib olishingiz mumkin. Texnikamizga qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qiling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa mana shu ekranda ko'rib turgan T40 traktorimiz soz holatda sotiladi. Texnikamizning holati zo'r holatda deb aytib o'tmoqchilar. Hamma narsasi zavodskoy holatda, hamma narsasi o'ziniki, zavoddan chiqqanday turibdi deb aytib o'tmoqchilar. Texnikamizni sotib olib haydashingiz mumkin. Hech qayerga kuch tegizish shart emas akalar. Ushbu narxini esa 35 million so'm deb aytib o'tmoqchilar. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Samarqandda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, ekrandagi akamiz raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz, bemalol o'zlari bilan bog'lanib batafsil ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Akalar, videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kommentariyada esa siz qanaqa texnika xohlayapsiz, qanaqa texnikani izlab yuribsiz, shuni yozib qoldirsangiz, keyingi dasturimizda siz so'ragan texnikalarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz arzon narxdagi ushbu ekranda ko'rib turgan T40 traktorimiz sirrochda sotiladi. Texnikamizning hamma joyi ishlaydi, vomlari ham ishlaydi deb aytib o'tmoqchilar. Korobkasi esa tovushi yo'q ekan. Texnikamizni sotib olasiz, faqatgina ishlatasiz akalar. Narxi esa 19 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Manzil Buxoro viloyatining Shofirkon tumanida ekan. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda, marhamat, bemalol qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan antikvar holatdagi TTZ 80 traktorimiz sotiladi. Agar texnikamizning holati yaxshi holatda, balonlari yangi, akkumulyatori yangi, ishga tayyor holatda sotib olib faqatgina ishlatsangiz bo'ladi deb aytib o'tmoqchilar. Texnikamizning hammasi soz holatda, narxi esa 45 million so'm, yana kelishadigan joyi bor. Manzil Toshkentda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, 99 kodi bilan 631 0879 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz, akamiz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Va nihoyat so'nggi texnikamiz akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamiz sotiladi. Sirrochda sotuvga qo'yilgan holati, naqadi holatda, faqatgina haydash kerak. Aravasi ham tayyor holatda deb aytib o'tmoqchilar. Aravasi ham bor, teleskasi ham. Narxi esa $4500 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor ekan. Manzil Toshkentda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda, bemalol qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Qiziqgan tomoshabinlar, obunachilarimiz bo'lsa, marhamat. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatganingiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.